Qattimga qarayapsan. Voy bo'yningizga qarayapman. Nima yopishtirib olgansiz? Sen yopishtirasan. Voy siz nima qilgansiz bo'lmasa? Nima qiziq bo'lyaptimi? Qiziq bo'lyapti. Iloji bo'lsa Qizimga qo'yavering. mana shu tarafingizga ham ismim yozib olsangiz bo'lar ekan. Просто telegrammingizni berib turib olasizmi? Yana nima qilaysan? Просто ochib bering. Yigitmisan mani? Yigitsiz bo'lishim shart emas, просто tekshirib chiqaman. Bermasam nima bo'ladi? Просто top. Uy. Faqat ichmang. Faqat ichmang-ku. Voy. Hidi kelib turibdi-yu, amaki. Telegram yo'q-a? Telefon ham yo'q-a? Kambag'alman. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirishkimi? Yegizga otdimi? No? Men sizga. Podarkami? Ha, podarka. Telefoningizdan foydalanib tursam bo'ladimi? Ichdim nimaga? Ha? Nimaga? Просто Telegram kerakda. Yo'q, akam o'ldiradilar. Berolmayman uzr. Telegramdan yozsam bo'ldi, bitta qiz Kimga? blok qilib qo'ydi mana. Akalaringizga yozmaysizmi? Akam Yo'q, o'ldiradilar. qiz o'zingiz qo'lingizga yozaman, berib turing. Voy yomon ekan ham. Bu qo'rqib ketmang. Shuna Telegram kirasizda, pochka, so'ng fast bot deb yozsiz mana. Prince 226 mingtalik bizning botimizga chiqadi. Shundoq startni bosib, o'zbekchani tanlab, Instagram, TikTok, YouTube degan bu video sulkani tashlasangiz, musiqasi bilan birga qo'shib chiqasiz. Eng muhimichi, majburiy yo'q. Voy, Rahmat, sog' Hali salomat bo'ling. Men ham kirishgingiz ham.